Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan multi-level readingni part 3 haqida gaplashamiz. Ya'ni list of heading. Xo'p, ko'pchilik buni qiynaydi deb aytadi, lekin sizlar bu juda ham oson. Nima uchunligini hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, qaranglar. Buni boshlashdan oldin sizlar qilishlar kerak bo'ladigan narsamiz, qilmasliginglar kerak bo'ladigan narsalar aytaman. Birinchi navbatda sizlar qilmasliginglar kerak bo'ladigan narsa bu. Xo'p, birinchisi hammasini o'qib olish. Ko'pchilik mana shunaqa o'qib oladi. Bu umuman kerak yo'q. Buni o'qishni sizlarga bir tiyinlik foydasi yo'q. Bundan ko'ra sirazi A'dan boshlab birin-ketin ketish kerak. Xo'p, demak, birinchi navbatda baribir title o'qib olamiz. Title degani o'sha savol. Immigration to United States. Ya'ni Amerikaga bo'lgan immigratsiya ko'chish. Men shuni o'qidimmi, demak butun passage, ya'ni butun test Amerikaga ko'chish haqida bo'ladi. Xo'p, the United States of America has been the world's chief receiving nation for immigrants. Xo'p, chief receiving nation for immigrants degani, xo'p, Amerika dunyoning eng yaxshi davlati bo'lib kelyapti. Kimlar uchun? Immigrantlar uchun. Immigrant degani o'sha, misol uchun men O'zbekistondan ko'chib Amerikaga o'tsam, bu immigrant bo'laman. An immigrant is a person who leaves his or her country to settle and live in another country. Hozir aytgan narsam. Immigrant deb inson aytiladi, qaysi leave his country, o'zini davlatini tark etgan. Nima qilish uchun? Settle and live in another country. Boshqa davlatda settle degani o'rnashish. Boshqa davlatda o'rnashish va yashash uchun deyapti. Over the years, many millions of people have uprooted and left their family and friends to move to America. Alright, so'nggi yillarda deyapti, juda ham ko'p millionlab insonlar uprooted degani menimcha bu yashaydigan joyini yangiladi deganda. Uprooted meaning. Bilmasanglar shu yerdan ko'rib olasizlar. Google'dan ko'rib olgan yaxshi. Hop. Move from their home, o'zini uyidan ko'chish degani. Ko'chishdi va oilasi va do'stlarini tark etibdi Amerikaga ketish uchun deyapti. Endi qaranglar, ko'pchilik qiladigan, hatto emas, ko'pchilik yuzlanadigan qiyinchiliklardan bittasi, shuni o'qidimi, boshlik ikkita gap esdan chiqib qoladi. Ana o'shani yo'qotish uchun keldinglarmi, shunday qarab qo'yinglar. Amerika zo'r joy ekan immigrantlarga. Immigrant degani davlatdan ko'chib ketgan odam ekan va shunaqa odamlardan ko'pchiligi tark etishdi davlatini Amerikaga kelish uchun. Mana bu umumiy ma'noni chiqarib oldik. Hop, some felt forced to leave because they feared for their lives due to dangers present in their home country. Hop, ba'zilar feel forced degani o'zini majbur his qilibdi, to leave, o'zini tark etishga majbur his qilibdi because. Chunki xo'p, ular qo'rqitdi, ular o'zlarining hayotidan. Nima tufayli? Danger present in their home country. O'zini davlatidagi xavf tufayli o'zlarini ketishga majburdek his qilibdi. For example, some immigrants left countries that were at war and that didn't give them freedom to practice their faith. Alright, misol uchun, ko'p immigrantlar o'zini davlatini tark etadi. Endi that deb turib, mana bu davlatga ta'rif beryapti. Mana shu davlat qanaqa ekan? That are at war. O'sha davlatlar urushda ekan. Or shunaqangi davlatlardan. Qanaqangi? Didn't give them freedom to practice their faith. O'zlarini faith degani endi ishonchi. Misol uchun practice faith degani, misol uchun musulmon odam namoz o'qisa, bu practice faith bo'ladi. Faith. Ishonch va din sifatida. O'zini dinini amalda qo'llash degani. Ya'ni xristian bo'lsa cherkovga borish, musulmon bo'lsa masjidga borish, ular shunaqa erkinliklarni bermas ekan. Yoki urushda ekan. O'shaning uchun ular o'zini majbur his qilarkan tark etishga. Immigrants also left their notions and native lands if they didn't find work or enough food to live.
Xo'p, immigrantlar yana ta'kid etarkan, o'zlarini native land degani o'zlarini joylarini, tug'ilib o'sgan joylarini agar ular couldn't find a work, ish topa olmasa yoki ovqat topa olmasa yashab qolish uchun. Keyingi sababi o'sha ovqat yoki ish yo'qligi ekan. Whatever the reason nima bo'lishidan qat'iy nazar, immigrants usually have to sacrifice a life that is familiar for one. That is a noun. Xo'p, ya'ni qanaqa reason bo'lishidan qat'iy nazar, immigrantlar o'zini hayotini nima qilishga, sacrifice, ya'ni qurbon qilishga tayyor bo'lishlari kerak ekan. Xo'p, ana endi tepaga o'tamiz. Tepaga o'tishdan oldin men o'zim bunaqa qilmayman, lekin siz agar sizlarda o'sha aynan shu savol turi bo'yicha muammo bo'layotgan bo'lsa, shuni qo'llab ko'rsanglar bo'ladi. Unda nima qilasizlar? Hop, Amerika immigrantlarga zo'r joy ekan. Immigrant degani biron joyga boradigan odam ekan. Ikkinchi gap, ko'pchilik ko'chib boribdi Amerikaga. Xo'p, ba'zilar xavf tufayli, ba'zilar urush borligi uchun, ba'zilarda erkinlik yo'q bo'lgani uchun dinlari uchun va ba'zilar ish yoki ovqat topolmagani uchun. Reason nima bo'lishidan qat'iy nazar, ular o'zlarini hayotlarini qurbon qilishlari kerak. Bo'ldi, qisqacha conclusion qilib oldik. Endi kelamiz. Of reasons for immigrants. Mashi tushyapti, lekin mashi tushyapti. Hop, mashi tushyapti. Ya'ni immigrantlar uchun reasonlar. Bizlar reason aytdimi? Yes. Birinchi reason mana. Ular nima tufayli? Danger tufayli, xavf tufayli. Hop, yana ba'zilar nima tufayli? Couldn't find a work or food to live. Ovqat yoki ish topolmagani uchun. Yo'q, mana shu reason aytyapti. Mash tushadi, olib turamiz, lekin birdaniga olib qo'ymanglar. Qolganlarni ham o'qib ko'rish kerak. European immigrants, Yevropalik immigrantlar haqida gap ketgani yo'q. American immigration in 60-yillar. 60-yillardagi Amerikan immigratsiyasi haqida gap ketgani yo'q. Prohibition of slavery in 19th. 19-asrdagi qullikka bo'lgan taqiq. Yo'q, bu haqda slavery, qullik haqida umuman gap yo'q. Measures to reduce immigration. Immigratsiyani kamaytirish uchun bo'lgan harakatlar. Yo'q, bu ham yo'q. Looking for new opportunities. Yangi imkoniyatlarni qidirish. Yo'q, batta aytdi, to'g'ri, Amerikaga ko'chadi dedi, lekin imkoniyat izlab demadi. O'shaning uchun buni olmaymiz. Survival of immigration despite the economic problem. Survival degani omon qolishi. Immigratsiyani omon qilgani o'sha economic problem degani financial problem. Financial problem. Ya'ni moliyaviy qiyinchiliklarga qaramasdan buni omon qilgan. Moliyaviy qiyinchilik haqida ham gap yo'q, immigratsiyani omon qilgani haqida ham gap yo'q. Religious discrimination. Discrimination degani ajratish. Din bo'yicha ajratish. Yo'q, bu haqida ham gap yo'q. O'shaning uchun A bo'lar ekan, I bo'lar ekan. Buni I qilamiz. Xo'p. I bo'lar ekan. Endi davom etamiz. Alright. O'zgarmadi. Shu joyni bitta I qilib qo'yamiz. Demak, birinchisi bo'ladi. Endi B'ni o'qiymiz. The United States was founded by immigrants. To be founded by degani nimadir tomonidan tashkil qilingan. Amerika migrantlar tomonidan tashkil qilingan ekan. From mana shu yildan shu yilgacha, shu yildan shu yilgacha buni o'qib o'tish shart emas vaqtingizni. Tushunmasa bo'ldi. Shu yildan shu yilgacha European colonists settled in the land that is now the United States of Yevropalik kolonistni ruschasini bilaman, o'zbekchasini bilmas ekan. Buni qidirib ko'raylik, kolonist ruschasini. O'zbekchasini. Xo'p, settler. Settle degani o'rnashmoq. Settler o'rnashuvchilar. Bironta joyga borib o'rnashib oladiganlar. Colonist. Mustamlakachilar. O'sha kolonistlar, o'sha mustamlakachilar o'sha joyga borishibdi. Land. Mana settler shunaqada zat degan narsa bilan ko'p, zat degan narsani ko'p tushunasiz. O'sha joyga borishibdi. Qaysiki hozir Amerika bo'lgan.
hozir Amerika bo'lgan tuproqqa borib o'rnashishdi yevropalik mustamlakachilar. Most of these immigrants were from England. Bularning ko'pi Angliyadan edi. Others arrived from France, Germany, Ireland, Scotland and Spain. Boshqalari mana shu Yevropadagi davlatlardan ekan. Many of these colonists came here looking for economic opportunity. Xo'p, ko'pchiligi kelgan ekan, nima uchun? Looking for economic opportunity. Economic degani moliyaviy imkoniyat izlab, ya'ni financial opportunity izlab, moliyaviy imkoniyat izlab kelishdi bularning ko'pchiligi. They wanted better land to farm and better work. Xo'p, ular xohlashgan ekan, better land for farm, ya'ni ishlash uchun yaxshiroq yer qidirishdi yoki ular yaxshiroq ish istashdi. Others came to escape religious prestiges. Boshqalar keldi nima uchun? Escape degani qochish. Nimadan qochish uchun? Religious prestiges. Religious prestiges degani o'sha diniy taqiq degani. Meaningsida chiqadi. Ko'rib ketgan yaxshi. Qarang. Systematic yes, ya'ni xullas diniga qarab noto'g'ri muomala qilish. Tushunarlimi? Din bo'yicha ajratish degani o'sha religious prestiges. Ya'ni bitta o'qib olamiz. Xo'p, bu o'zi immigrantlar tomonidan yaralgan ekan. O'zi Amerika qaysidir yili yevropalik kolonistlar kelgan ekan shu joyga Amerikaga. Xo'p, bularning ko'pchiligi Amerikadan, ba'zilari mana shu davlatlardan, ko'pchiligi xohlagan ekan iqtisodiy imkoniyatlarni va ular xohlashgan ekan yaxshiroq joylarni ferma uchun va yaxshiroq ishni. Va boshqalar kelgan ekan diniy taqiqlardan qochish uchun. Some were even convinced brought over the England jails. Xo'p, ba'zilar mana shu sabab bo'yicha West Americans also immigrated to American colonies. Xo'p, West Amerikadan ham hatto kelgan ekan Amerikaga. Lekin but they came against their will. Lekin ular o'zlarining xohishlariga qarshi chiqqan holda kelgan ekan. Ya'ni o'zlari xohlab kelmagan. They were captured. Ular tutib olingan. Sold into slavery. Va qullikka sotilgan. Shipped to colonies va koloniyalarga jo'natilgan deyapti. Alright. Xo'p, endi buni ko'ramiz. Qani yevropalik immigrantlar to'g'ri keldi, lekin hammasi yevropalik emas, menimcha. Unchalik ham tushmasa kerak. American immigratsiyasi 60-yillar. Yo'q, bu haqda ham umuman gap yo'q. Keyingisi. Xo'p, qullikka bo'lgan taqiq. Bu haqda ham gap yo'q. Immigratsiyani kamaytirish. Bu haqda ham gap yo'q. Looking for opportunities. Lekin mash tushadi. Nimaga? Xo'p, chunki nima uchunligini hozir tushuntirib beraman. Qo'ygan davom ettiraylik-da. Xo'p, immigratsiyani saqlanib qolishi, ekonomik tinchlikka qaramasdan yo'q. Religious discrimination. Mana shuni ko'pchilik olib qo'yadi. Ya'ni diniy taqiq deb qo'yadi. Lekin batda diniy taqiqni bir marta aytib qo'ygan xolos, lekin polniy mavzu shu haqida emas. Polniy mavzu nima uchun kelganlari haqida. Ya'ni nima uchun kelishgan bular? Yaxshiroq hayot izlab. Ba'zilar moliyaviy tomonlama, ba'zilar yaxshiroq yer qidirgan, ba'zilar yaxshiroq ish, ba'zilar diniy sabablar tufayli, ba'zilar qulligi tufayli. Bu oxiriga emas. Xullas umumiy mavzu ko'pchiligi yangi imkoniyatlar izlab kelgan bu joyga. O'shaning uchun bu qaysi harfini bilmayman. 1 2 3 4 5 6 ekan. 6 tushadi 16 ga. Endi C ga o'tamiz. Since the United States was established in the late 1700-yillari, it has been 3 waves of immigration. Mana shu yilgacha, mana shu 1700-yilgacha Amerika o'sha establish qilinguncha
It was three wave of it has seen u boshdan kechirdi immigratsiyani 3 ta to'lqinini deyapti. The first waves was the first wave of American immigration took place from shu yildan shu yilgacha. Xo'p, birinchi immigratsiya 1800-yildan 700-yilgacha bo'lgan ekan. Over 7 million people made the voyage to America, mostly from northern and western Europe. Xo'p, bularning ko'pchiligi made a voyage to somewhere degani qayergadir sayohat qilish. Bular Amerikaga sayohat qilgan ekan va bularning ko'pchiligi northern va western side'dan bo'lgan ekan, Yevropa. About third of these immigrants were Irish people trying to escape a famine that plagued Ireland in mid 1840s. Xo'p, taxminan mana shu immigrantlardan 3dan biri demoqchi. Bular Irishdi, irlandiyalik insonlar edi va ular trying to escape a famine. Ular famindan qochishayotgan edi. Famine nima degani? Shuni ko'rib ertaga ko'rasizlar. Famine meaning chiqadi. Mana extreme scarcity of food. Yani juda ham katta darajada ochlik. Ya'ni ular ochlikdan qochib kelishgan edi. Qaysi plagued Ireland degani o'sha Irlandiyada tarqagan. Xo'p, Irlandiyada mana shu yillarda tarqagan ochlikdan qochish maqsadida kelgan ekan mana shu Irish people'lar va ular 3dan 1 qismi ekan. Another sort of the immigrants boshqa bir 3dan 1 qismi bo'lsa from this wave deb mana shu to'lqin, ya'ni birinchi to'lqin. Birinchi to'lqindagi qolgan 3dan 1 bo'lsa were German. Ular Germaniyalik ekan. Xo'p, Chinese also began to immigrate to America during this time. O'sha vaqtda hattoki Xitoyliklar ham Amerikaga kelishni boshlagan ekan. They got the word of gold rush in California. Yaxshi so'z mana shu got the word of degani eshitib qolish degani. Xo'p, shuni ko'ramiz. Ma'nosini find out about something often accidental. Ya'ni aytdimki eshitib qolish, ya'ni biror narsa haqida tasodifan bilib qolish degan ekan. Va ular gold rush degan narsa haqida eshitib qolishgan ekan, Kaliforniyadagi. Xo'p, they came to work. Ular in mines and get rich. Ular bu yerga kelishgan ekan, nima qilish uchun? O'sha mine degani ano g'or degani. O'sha olmos emas, kon, yes, kon. Mana bunaqa narsalar kon bo'ladi, yes. Mana shu konlarda ishlash uchun kelgan ekan va boy bo'lish uchun ular kelgan ekan. Xo'p, endi boshdan ko'ramiz. Xo'p, qani 3ta to'lqini bor ekan. Birinchi to'lqin shu yili bo'lgan. 8 milliondan ortiq insonlar kelgan bu yerga, ko'pi Yevropadan bo'lgan. 3dan 1 Irelandlar ochlik tufayli, qolgan 3dan 1 Germaniyaliklar, hattoki Xitoyliklar ham kelgan ekan balki. Bo'ldimi? Endi tepadan ko'ramiz. Qani, bu o'sha chiqib ketgan. Buni out qilamiz. Xo'p, Yevropalik immigrantlar. Mashina kim tushyapti? Hammasi Yevropadan. Ireland, German, Chinese, hammasi Yevropadan. Mashina tushyapti, olib turamiz. American immigration 1600-yillar. Yo'q. Xo'p, prohibition. Yo'q. Qullikni taqiqlash. Yo'q. Xo'p, immigratsiyani kamaytirish. Yo'q. Yangi bu chiqib ketgan o'sha. Xo'p, immigratsiyani qutulib qolishi, immigratsiyani omon qolishi. Moliyaviy qiyinchilikka qaramasdan yo'q. Diniy taqiq yo'q va bizga eng yaqini shu 2 bo'lyapti. Demak, mana shuni olamiz. C bo'ladi 2. Davom etamiz. Endi D paragrafni o'qiymiz. This flood of immigrants wasn't always welcome by those already in America. Xo'p, bu flood of immigrants degani immigrantlarning oqib kelishi.
bu immigrantlarning oqib kelishi har doim ham yaxshi kutib olinmagan. Kimlar tomonidan? Those degani o'shalar tomonidan. Already in America. Allaqachon Amerikada bo'lgan, ya'ni amerikaliklar tomonidan yaxshi kutib olinmagan har doim ham deyapti. Some feared these newcomers would take away their job. Ba'zilar qo'rqqan ekan, feared qo'rqqan, these newcomers degani yangi kelayotgan insonlar. Bu yangi kelayotgan insonlar would take away their job. Bizni ishimizni olib qo'yadi deb qo'rqqan ekan. Others didn't like the politics, customs and and religious the new immigrants brought with them. Boshqalari bo'lsa yoqtirmagan ekan nimani? Politika degani siyosat, urf-odat va dinlarni yoqtirmagan ekan. Yangi immigrantlar o'zi bilan olib kelgan. Misol uchun, many Irish people were discriminated against for being Roman Catholic. Ya'ni Roman Catholic degani bu ham bitta din. Mana shu dini uchun discriminate bo'lgan ekan. Discriminated degani ajratilgan ekan. Tahqirlangan ekan. Hope Chinese also suffered greatly from discrimination. Hope Xitoyliklar ham bundan ancha aziyat chekkan ekan. Mana shunaqangi din bo'yicha tahqirlanishdan. Ho'p, ana endi ko'ramiz. Qani 60-yillardagi Amerikada immigratsiya yo'q, qullikni taqiqlanishi yo'q, immigratsiyani kamaytirish yo'q, immigrantlarni qutulib qolishi, immigratsiyani qutulib qolishi. Despite economic problem. Yo'q, bu ham haqida. Mana endi oxirgi tushdi. Religious discrimination, ya'ni din bo'yicha taqiqlanish. Mana shu tushadi. Din bo'yicha tahqirlanish. Ya'ni bunda aytdi, nima bo'lgan ekan? Germaniyalik Irishlar bundan o'sha dini tufayli tahqirlangan ekan. Yoki Xitoyliklar ham shunaqa bo'lgan ekan. Ya? Endi keyingiz. Bu oz qolyapti, u oz qolgan sari osonlashib boraveradi. Third wave of immigration began in 1965 and continues now. Xo'p, 3-to'lqin bo'lsa 65-yilda boshlangan, hozir ham davom etyapti. Most immigrants in this wave have came from Asian countries as well as South American countries, Caribbean countries and Mexico. Xo'p, juda ham ko'p immigrantlar mana shu wave'dagi this wave, mana shu oqimdagi deb 3-ni aytmoqchi. 3-oqimdagi immigrantlarning ko'plari Osiyo davlatlaridan, South American davlatlaridan, Caribbean davlatlaridan va Meksikadan bo'lgan ekan. A large number of these immigrants have settled in East and Midwest. Hop. Juda ham ko'plari East va Midwest tomonlarda joylashgan ekan. Lekin ular boshqa ko'pchiliklari bo'lsa Kaliforniyaga ko'chishga to'g'ri kelgan. Xo'p. Endi ko'ramiz, qani. 90-yildagi migratsiya. Mana shu tushadi xolos. Nima uchun shu tushadi? Chunki davom etamiz. Menda kichkinagina uzilish bo'lib qoldi. Xo'p, demak. Nima uchun mana shu javobni olyapsiz? Chunki mana bu yerda 60-yildagi immigratsiya haqida gap ketdi va polni shu haqda bo'ldi. Ya'ni va u o'sha immigratsiya bugun ham davom etyapti. Ular o'sha immigratsiyaning ko'pchiligi mana shu davlatlardan va ko'pchiligi mana shu narsani qilgan. Ya'ni mana shu mavzudan boshqa tomonga o'tlagani yo'q, ketgani yo'q. O'shaning uchun shu javobni olish kerak. 3-si ekan. Demak, javobimiz 3-si bo'ldi. Xo'p, endi oxirgisi qoldi. Most immigrants have come to America with the hope of building a better life. However, they were sometimes met with hatred by the people already living in a country who feared the economic and cultural impact of these newcomers. Hop, tushunarli. Hop, ko'p immigrantlar have came to America, ya'ni Amerikaga ko'p immigrantlar kelgan deyapti. With the hope of degani umid bilan. Qanaqangi umid bilan? Building a better life, yaxshiroq hayot qurish umidi bilan kelgan ekan. Ammo, however,
They were sometimes met with hatred. Lekin ba'zida ular nafratga uchragan. Kimlar tomonidan? People already living in the country. O'sha davlatda yashayotgan insonlar bilan, ya'ni amerikaliklar tomonidan. Kimki deb o'sha amerikaliklarga ta'rif beryapti. Kimki feared the economic and cultural impact of these newcomers. Ya'ni yangi kelganlarni xo'p moliyaviy va madaniy ta'siridan qo'rqqan amerikaliklar ularni hate qilgan ekan, ulardan nafratlangan ekan, yomon ko'rgan ekan. While this discrimination and economic downfall of the Great Depression had negative impact on immigration, garchi mana shunaqa narsa discrimination va economic downfall'lar nima qildi? Immigrationga yomon ta'sir qildi mana shu narsalar. Shunaqa bo'lsa ham American immigration, Amerikaga bo'lgan immigratsiya has managed to survive, omon qoldi. Mana shu narsalarga qaramasdan deyapti. Demak, endi ko'ramiz. Bu 19-asrda qullikni taqiqlash, yo'q immigratsiyani kamaytirish. Yo'q, to'g'ri aytdi, immigrantlarni yomon ko'radi dedi, lekin buni qisqartirish haqida gap ketgan yo'q. Oxirgisi mana shu tushadi. Survival of immigration, immigratsiyani omon qolishi, economic problemga qaramasdan, moliyaviy problemlarga qaramasdan, ya'ni xuddi mana shu narsani aytdi. Oxirida aytdi, garchi o'sha moliyaviy qiyinchilikka qaramasdan dedi, Amerikani immigratsiyasi survive qildi, omon qoldi deyapti. Mana xuddi shunaqa juda ham oson bo'ladi aslida Sefer reading. IELTS'dan anchagina oson. Xo'p, kanalga obuna bo'lib qolishni esdan chiqarmanglar.